Onachilar onajon qatorga o'tdik. Ham onajonlar qaranglar. Bo'yi 120 larda. Mana hurmatli onachilar. Onachilar onajonlar qaranglar boshqasida. Mana. Nechi puldan ekan? Hurmatli onachilar 12 ga 13,5. Onachilar. Hurmatli onachilar, onajon qaranglar. Nechi pul ekan? Nechi pul ekan? 18. Hurmatli onachilar, 18 million so'm kam bor ekan. Rasmga olsa. Hurmatli onachilar, onajonlarni qaranglar. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan? 17 dan kami bor. Hurmatli onachilar, 17 dan kam bor. Onajonlar. O'chirga juda chiqarasiz. Hurmatli onachilar, qaranglar. Bu akam o'zim akam. Men bulardan pulni mol olaman. Bulardan baraka topganman akam. Mana onajonlar olganlar. Itlar sotiladi. Hurmatli onachilar, ikkita onajon savdo bo'lyapti. 30 million 570 so'm savdo bo'lyapti. Hurmatli onachilar. 31 bo'ldi ketdi to'g'ri. Aka, sizlar 500 ming so'm yana nima aytasiz? Managa chiqar 10 ming o'tib 5 ming qattiq bermas. Tushuntirolmadim. Assalomu alaykum. Aka, 1000 so'm yurish bor. Ha. Yo'li bor aka, mana san. 30 million so'rab turganman, 29. Yurib so'ray, ish bitadi deb. 30 million 5 ming so'm chiqar ekan. Ozmang, pulimang. Yangi mashina bo'lyapti. Hurmatli onachilar, sigirlar qatoriga o'tdik. Mana sigirga qaranglar. 26 million so'm ekan. Ona bolasiga. Hurmatli onachilar. 1 kilo. 1 kilo. Dalada yurgan sigir. Hurmatli onachilar. Hurmatli onachilar, sigir qaranglar. Ona bolasiga. Ana bolasi onajon. Nechi pul ekan? Assalomu alaykum. 30 million. Hurmatli onachilar, 30 million so'm.